Assalomu alaykum hammaga. Bugun 32-testning ichini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. A va B sonlarining o'rta arifmetiki 24 ga, B va C sonlarining o'rta arifmetiki 32 ga teng deyapti. Bu yerdan A plus B 48 ga ekanini topamiz, ya'ni 24 ni 2 ga ko'paytiramiz. Bu yerda esa B plus C 64 ga teng bo'ladi, ya'ni 32 ni 2 ga ko'paytiramiz. Shu bilan birga A, B, C ning yig'indisi 96 ga teng deyapti. Demak, A bilan B ning yig'indisi 48 bo'ladigan bo'lsa, C ni topishib 96 dan 48 ni ayiramiz, C teng 48 bo'ladi. Demak, C teng 48 bo'lsa, mana bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, B teng 16 bo'ladi, ya'ni 64 dan 48 ni ayiramiz. Endi B teng 16 bo'lsa, 32 ga 16 ni qo'ysak 48 bo'ladi. Demak, A 32 bo'ladi. Eng katta va eng kichik sonlar ayirmasini so'rayapti, ya'ni 48 va 16 ni ayirmasini so'rayapti, 32 bo'ladi. To'g'ri javob B. Ikkinchi savol. Bobo har bir nevarasiga konfet beryapti. Birinchi nevarasiga 5 ta, keyingisiga 6 ta, keyingisiga 7 ta va hokazo davom etyapti. Va uning nevaralari soni 6 ta ekan. Ya'ni shu narsani 6 marta takrorlaydi. Birinchisiga 5, keyin 6, 7, 8, 9, 10. Mana 6 kishiga konfet bergandan so'ng yana o'zida 4 ta qolib ketdi deyapti. Demak, hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, 49 ta konfeti bo'lgan dastlab. To'g'ri javob A. Uchinchi savol. Denis, Daler, Jafar va Mirjahonda o'yinchoqlar bor. Ularning o'yinchoqlari soni 15, 16, 17, 18 taga teng. Va bizga quyidagi narsalar ma'lum, ya'ni Mirjahonning o'yinchoqlari 18 ta emas. Demak, bunda 18 ta bo'lishi kerak emas. Jafarning o'yinchoqlari soni juft deyapti. Ya'ni yo 16 ta yo 18 ta bo'ladi o'yinchoqlari. Adalerniki toq deyapti. Demak, toq bo'lsa yo 15 yo 17 bo'ladi. Va shu narsa ma'lumki, Dalerning o'yinchoqlari Jafardan ko'proq deyapti. Dalerning o'yinchog'i Jafardan ko'proq bo'lishi uchun Dalerda 17 ta, Jafarda 16 ta bo'lishi kerak. Chunki agar Jafarda 18 deydigan bo'lsak, 18 dan katta son yo'q. Shuning uchun Jafarda 16 bo'ladi, Dalerda 17 bo'ladi. Bizda ikkita o'yinchoqlar soni qoldi, 15 va 18 qoldi. Demak, Mirjahonda 18 ta bo'lmasligi kerak bo'lsa, demak Mirjahonga 15 qo'yamiz. Demak, Denisda 18 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A. To'rtinchi savol. Mashinaning tezligi 60 km/s tezlik bo'ladigan bo'lsa, 1 minutda necha metr masofani bosib o'tadi deyapti. Demak, 1 soatda 60 km yuradigan bo'lsa, 1 minut topish uchun 60 km ni 60 minutga bo'lamiz. Bu 1 km bo'ladi, ya'ni metrga aylantirsak 1000 metr bo'ladi. To'g'ri javob C. Beshinchi savol. 7000 so'mlik konfet olishimiz kerak va bizda 1000 so'mlik, 2000 so'mlik va 5000 so'mlik bor. Necha xil usulda pul to'lay olamiz deyapti. Demak, birinchi usulda 3 ta 2000 so'mlik va bitta 1000 so'mlik. Ikkinchi usul 2000 so'mlik va 5000 so'mlik. Uchinchi usul 5000 so'mlik va 2 ta 1000 so'mlik. To'rtinchi usul 2 ta 2000 so'mlik va 3 ta 1000 so'mlik. Demak, jami 4 xil usulda to'lasa bo'ladi. To'g'ri javob C. Oltinchi savol. 4-chi A va 4-chi B sinflari bor. 4-chi A sinfida 24 nafar o'quvchi bor. 4B da ham xuddi shuncha, ya'ni teng. Va 4B da 13 ta o'g'il bola, 11 ta qiz bola bor. Va bizda shu narsa ma'lumki, ikkala sinfdagi jami o'quvchilar soni qo'shilganda qizlar bolalardan 2 nafar ko'p bo'ladi. Demak, qizlar bolalar deydigan bo'lsak, bolalarni x desak, qizlarni x + 2 deymiz. Endi ikkita sinfdagi jami o'quvchilar soni 48 ga teng, shuning uchun 48 ga tenglashtiramiz. Bu yerda x teng deb topadigan bo'lsak, 23 bo'ladi. Bu ikkala sinfdagi o'g'il bolalar soni. 13 tasi 4B da o'qisa, 10 tasi 4A da o'qiydi. 4A da 10 ta o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, 14 ta qiz bola bo'ladi. Bu to'g'ri javob B. 7-chi savol. Samolyot 9:50 da uchishni boshladi va 2 soat 5 daqiqadan keyin so'ng qo'ndi. Demak, 2 soat 5 minutni qo'shadigan bo'lsak, 11:55 bo'ladi vaqt. 11:55 dan 13:10 gacha ofisiga yurdi. Demak, qancha vaqt sarfladi deydigan bo'lsa, 13:10 dan 11:55 ni ayirib tashlaymiz. 1 soat 15 minut yo'lda sarflagan bo'ladi. To'g'ri javob D. 8-chi savol. Jamshid matematika imtihonida sinfdoshlarining 8 dan 3 qismidan baland ball to'pladi. 12 dan 7 qismidan pastroq ball to'pladi va ikkitasidan teng ball eshitdi. Teng savollar eshitdi. Xo'p, sinfda nechta o'quvchi bor deyapti. Demak, sinfdagi jami o'quvchilar sonini x deydigan bo'lsak, o'shalarning 8 dan 3 qismidan baland, 12 dan 7 qismidan past, ya'ni 12 dan 7 x bo'ladi. Ikkitasiga teng. Endi bularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, bu o'quvchilar soni Jamshidda o'rtoqlari. Demak, sinfda x ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, bularning yig'indisi x - 1 bo'ladi. Ya'ni Jamshiddan tashqari o'quvchilar soni bu. Demak, bu tenglamani yechadigan bo'lsak, x teng 72 bo'ladi. To'g'ri javob B. Demak, sinfda 72 ta o'quvchi bor ekan. 9-chi savol. 36 bo'lingan n natural qiymati qabul qilish uchun n ning o'rniga qanday natural sonni qo'yishimiz kerak edi? Buning uchun biz 36 ning bo'luvchilarini n ning o'rniga qo'yamiz. Ya'ni bular 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Endi bularning yig'indisini hisoblashimiz kerak ekan. Bu 91 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. 10-chi savol. Bu reysni yechishimiz kerak. Dastlab C ga C ni qo'shgan payt C bo'lyaptimi? Demak, faqat bunga 0 to'g'ri keladi. Chunki 0 ga 0 ni qo'ysak 0. Demak, C 0 ga teng ekan. Endi F va Y ga qo'shgan paytimiz D bo'lishi kerak ekan. F va Y F ga 1, Y ga 8 qo'yamiz. Ya'ni qo'shgan payt 9 bo'ladigan bo'lsa, D 9. Qayerda D harfi bo'lsa, o'sha yerga 9 ni qo'yamiz. Mana bu yerga ham 9 ni qo'yamiz. F bu yerda 1 bo'lsa, bu yerda ham 1. Endi
B ga B ni qo'shgan payt Y, ya'ni 8 chiqishi kerak edi, demak B 4 bo'ladi. 4 ga 4 ni qo'ysak 8. Endi F1 D 9 edi, qo'shgan 10 bo'ladi va bu yerda ham to'g'ri keldi. Demak, biz mana bu ifodani qiymatini hisoblashimiz kerak. B ni o'rniga 4 qo'yamiz. C ni o'rniga 0 qo'ysak 2 kara 0 bo'ladi. D ni o'rniga 9 qo'ysak 3 kara 9 bo'ladi. Y ni o'rniga 4 kara 8 qilamiz. Y ni 8 ga teng edi va F ni o'rniga 5 kara 1, ya'ni F 1 edi. Bu natijani hisoblaydigan bo'lsak 68 bo'ladi. To'g'ri javob C. 11-savol. Shu qonuniyat asosida so'rov o'rnidagi sonni topishimiz kerak. Qonuniyat quyidagicha. Ikkita yon tomonni ko'paytiramiz 5 kara 1 5. Ikkita tepasini ko'paytiramiz 3 kara 2 6, ayirmasi 1 ga teng. Bu yerda ham xuddi shunday. 8 kara 3 24, 7 kara 4 28, ayirmasi 4 ga teng. Bu yerda ham xuddi shunday. Endi biz so'rov topishimiz uchun 2 kara 10 20, 3 kara 4 12. Ayiradigan bo'lsak 8 bo'ladi. To'g'ri javob D. 12-savol. Fermada qo'y, sigir, tovuqlar soni teng miqdorda edi. Demak, har bittasida ikkitadan bor deymiz. Qo'ylarning yarmini sotib yubordi. Ya'ni 2 dan 1 qismini sotgan bo'lsa, yana 2 dan 1 qismi qoladi. Tovuqlarning 3 dan 1 qismi sotilgan bo'lsa, 3 dan 2 qismi qoladi. Shundan so'ng 10 ta echki sotib oldi, ya va 10 ta echki va yana 3 ta sigir sotib oldi. Plus 3 ta sigir bo'ldi. Shundan so'ng hayvonlar soni 39 ta bo'ldi deydi. Demak, buning uchun qolgan qo'ylar yig'indisi 1 taqsim 2x plus sigirlar soni x plus 3, tovuqlar soni 2 taqsim 3x plus 10 ta echki. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 39 bo'ladi. Endi 1 taqsim 2x, x va 2 taqsim 3x ga umumiy mahraj beramiz 6. Hisoblaydigan bo'lsak 13 taqsim 6x bo'ladi. 3 ga 10 ni qo'ysak 13. Endi 13 ni o'ng tarafga ayirishib o'tkazadigan bo'lsak 39 dan 13 ni ayirsak 26. X topadigan bo'lsak 26 ni 13 taqsim 6 ga bo'lishimiz kerak. X teng 12 bo'ladi. Demak, bizdan hozir sigirlar soni nechta deb so'rayapti. Demak, sigirlar x plus 3 edi. Demak, 12 ga 3 ni qo'ysak 15 ta bo'ladi. To'g'ri javob D. Savol javobi quyidagicha. Nonvoyxonada tushlikkacha 80 ta nonning yarmi pishiriladi deyapti. Demak, 82 ga bo'ladigan bo'lsa 40 ta. Demak, tushlikkacha 40 ta. Tushlikdan keyin esa qolganining 80% yopildi. Ya'ni 80 ta nondan 40 tasi tushlikkacha yopildi. Endi yana 80 dan 40 narsa yana 40 ta non qoldi. Endi o'shani 80% ni bajaradigan bo'lsa, 40 ni 80 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak, 32 ta non tushlikdan keyin yopilgan. Yana nechta non qolgan desa, 80 dan 40 ni, ya'ni tushlikkacha bo'lganini va tushlikdan keyingisini ayirib tashlaymiz. 8 bo'ladi. To'g'ri javob D. 14-savol javobi quyidagicha. Mashina tepalikka chiqib qaytib tushish uchun jami 9 soat vaqt sarfladi. Chiqayotganda tezligi 40 km/soat edi, tushayotganda esa 80 km/soat tezlik bilan yurgan. Xo'p, chiqayotganda qancha vaqt bilan chiqqanini bilmaymiz, shu x soat deydigan bo'lsak, tushayotganda esa 9 x soat vaqt sarfladi. Tezlikni vaqtga ko'paytiramiz va mana bu tenglamani yechib kelgandan keyin x teng 6 kelib chiqadi. Ya'ni 6 soatda chiqqan. 40 km/soat tezlik bilan 6 soatda chiqqan bo'lsa, 6 kara 40 240 km bo'ladi. To'g'ri javob C. 15-savol. Olma va nok solingan idishlar, yashiklar bor. Olma 8 kilogramli, nok esa 9 kilogramli. Va olmalar solingan yashiklar soni noklar solingan yashikdan 2 marta ko'p deyapti. Demak, noklar x ta yashik bo'lsa, olma 2x yashik bo'ladi. Jami mana shulardan 100 kilogram olib kelindi deyapti. Demak, 2x ta yashikda 8 kilogramdan 16x bo'ladi. X ta yashikda 9 kilogramdan 9x bo'ladi. Jami 25x teng 100, x teng 4. Endi bizdan jami necha quti meva olib kelindi deyapti. Demak, 2x ga x ni qo'ysa 3x bo'ladi. X teng 4 ligidan kelib chiqqan holda, demak, jami 12 quti bo'lgan ekan. To'g'ri javob C. 16-savol. Bizda 7 ta idishda to'la, 7 ta idish yarim va 7 ta idish bo'sh bo'lgan yog'lar bor. Mana shuni 3 kishi shunday taqsimlagan ekanki, yog' miqdori ham va bankalar soni ham teng bo'lgan. Ya'ni jami 20 ta banka bo'ladigan bo'lsa, har bir kishi 7 tadan banka olgan. 7 ta to'la, 7 ta yarim, 7 tasi bo'sh bo'lsa, jami 10 yarim miqdorda yog' bo'lgan. Endi 3 kishi taqsimlaydigan bo'lsa, 3 yarim miqdordan olish kerak. Demak, bitta odam 3 ta to'la, bitta yarim, 3 ta bo'sh, ikkinchi odam 2 ta to'la, 3 ta yarim, 2 ta bo'sh va keyingi odam ham xuddi shunday miqdorda bo'lib olgan. E'tibor beradigan bo'lsak, har birida idishlar soni 7 tadan va yog' miqdori 3 yarim miqdorga teng. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. 17-savol. Velosiped uchun $50 pul yig'ishimiz kerak edi. Dastlab birinchi oyda $2, keyingisida 4, keyingisida 6 va hokazo davom etgan. Necha oyda velosiped uchun yetarli pul bo'ladi deyapti. Demak, 2, 4, 6, 8, 10, 12 va 14 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 7 oy. $50 bo'ladi va velosiped puliga yetadi. Demak, 7 oyda yig'ilsa bo'lar ekan. To'g'ri javob C. 18-savol. Xo'p. 5 metrli xodani 1 metrli qismlarga ajratib chiqishimiz kerak. Har bir marta kesishimiz bizga 1,5 minut, ya'ni 90 sekund vaqtni oladi. Endi bitta xodani oladigan bo'lsak, uni 5 ta bo'lakka bo'lish uchun 4 marta kesamiz. 1 marta kesgan paytimiz 90 sekund vaqt sarflasak, 4 marta kesishimiz uchun 360 sekund vaqt sarflaymiz.
Endi mana shunaqa holdan 5 ta bor deyapti. Demak, 360 ni 5 ga ko'paytiramiz, 1800 sekund bo'ladi. Bu esa minutga aylantiradigan bo'lsak, 30 minut bo'ladi. To'g'ri javob B. 19-savol. Masalalar to'plamini ustozning o'zi 6 kunda bajaradi. Ikkalasi shogirdi bilan birgalikda bajarganda 4 kunda bajaradi. Shogirdning o'zi necha kunda bajaradi deyapti. Demak, 1/6 qo'shilgan 1/x. Bu x bu shogirdining unumdorligi. Teng 1/4 ga. Tenglamani yechib keladigan bo'lsa, x teng 12 bo'ladi. Demak, shogirdining bir o'zi 12 kunda tugatar ekan. To'g'ri javob A. 20-savol. Imona 7 yoshda va u ukasidan 6 yosh katta. Demak, ukasi 1 yoshda bo'ladi. Opasidan 3 yosh kichkina. Demak, opasi 10 yosh bo'ladi. 17 va 1 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 18 bo'ladi. To'g'ri javob B.